Hurmatli obunachilar, bugun biz siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mitti davlat Monako. Monako dunyodagi ikkinchi eng kichik davlat Vatikandan keyin. Uning maydoni atigi 2,02 kvadrat kilometr, ya'ni 202 gektar. Demak, qisqacha tarixi. Grimaldi sulolasi 700 yildan ortiq vaqt davomida bir oila tomonidan boshqarilib kelinmoqda. Hammasi 1297-yilda Francesco Grimaldi ismli kishi rohib kiyimida qal'aga berkinib kirib, uni egallab olgandan boshlangan. Aholisi bu yerda atigi 38-39 ming kishi yashaydi. Lekin ular 140 dan ortiq millat vakillari hisoblanadi. Ya'ni monegask, haqiqiy mahalliy aholi. Demak, monegask bo'lish uchun bu go'yo elita klubga a'zo bo'lishdek gap. Ushbu mitti davlatda biz bilgan fransuz tilining roli va jozibasi, eleganti va intellektual xarakteri. Rasmiy til fransuz tili hisoblanadi. Garchi Monakoning o'zining qadimiy, ya'ni monegask tili bo'lsa-da, bu til maktablarda o'tiladi hali hamon. Rasmiy va kundalik muloqot tili fransuz tilidir. Nega aynan fransuz tili? Monako va Fransiya o'rtasidagi bitimga ko'ra, bu ikki davlat ajralmas. Fransuz tili bu yerda diplomatiya, yuqori moda va kazonlarning tili hisoblanadi. Fransuz tilining jozibasi. Monakoda gapiriladigan fransuz tili juda toza va aristokratik jaranglaydi. Bu yerda til o'rganuvchilar uchun eng katta foyda ko'chadagi har bir yozuv, har bir menyu va har bir suhbat yuqori darajadagi fransuz madaniyati bilan sug'orilgan. Demak, bu yerda fransuz tilini biladiganlar uchun qanday imkoniyatlar mavjud? Ish imkoniyatlari. Agar siz fransuz tilini bilsangiz, Monako sizning oltin koningiz. Bu yerda turizm, moliya, yaxtalar savdosi va xizmat ko'rsatish sohasida maoshlar anchagina yuqori hisoblanadi. Fransuz tili bo'lsa, sizga eshiklarni lang ochadi. Demak, keyingisi tanishuvlar, ya'ni networking. Dunyoning eng boy insonlari bilan bir qahvaxonada o'tirib, fransuz tilida suhbatlashish bu networkning eng yuqori darajasi hisoblanadi. Bu yerda tadbirlar haqida gapiradigan bo'lsak, Formula 1, Monaco Grand Prix'si yoki Monaco yaxta shoulari kabi tadbirlarda fransuz tilini bilgan ko'ngillilar va ishchilar doim qadrlanadi. Kerak bo'lsa, ishga ham taklif qilinadi. Monako mitti davlat bo'lsa-da, uning eshiklari xalqaro talabalar uchun ochiq. Ya'ni l'Université Internationale de Monaco, ya'ni Monako xalqaro universitetida o'qish. Bu universitet biznes, lyuks brendlar boshqaruvi va moliya bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarda turadi. Ko'p dasturlar ingliz va fransuz tillarida. Ammo fransuz tilini bilish talabalarga mahalliy kompaniyalarda, masalan, Société des Bains de Mer kabi kompaniyalarda amaliyot o'tashga yo'l ochadi. Talabalik hayoti esa har kuni saroylar yonidan o'tib darsga borish demakdir. Garchi yashash qimmat bo'lsa-da, ko'p talabalar yaqinroqdagi Fransiya shaharlarida, masalan, Nitsa yoki Bezole kabi shaharlarda yashab, Monakoda poyezdga kelib ketishadi. Ushbu davlat haqida qiziqarli faktlarni aytadigan bo'lsam, bu politsiya davlati deb ham yuritiladi. Monako dunyodagi eng xavfsiz joylardan biri. Sabab
har 70 nafar odamga bitta politsiyachi to'g'ri keladi. Shaharning har bir burchagi, har bir ko'chasi 24 soat video kuzatuv ostida. Bu yerda jinoyatchilik deyarli nolga teng. Odamlar o'zlarining million dollarlik soatlarini va ochiq qolgan avtomobillarini qo'rqmasdan qoldirib ketaverishadi. Dunyodagi eng qimmat ko'cha ham Monakoda joylashgan. Monakodagi Avenue Princesse Grace ko'chasi dunyodagi eng qimmat ko'cha hisoblanadi. Bu yerda ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri o'rtacha 100 ming dollardan boshlanadi. Ya'ni sizning bitta kichik gilamingizdek joy Monakoda $500 million turishi mumkin. Yana bir qiziq fakt. Monako armiyasi juda kichik. Bor yo'g'i 119 kishi. Qiziqarli tomoni shundaki, Monako harbiy orkestridagi musiqachilar soni 85 kishi. Ba'zida haqiqiy jangovar askarlar soniga yaqinlashib qoladi. Agar Monakoga kimdir hujum qilsa, Fransiya uni himoya qilishga majbur. Maxsus bitim bor. Nega hamma millionerlar u yerga yugurishadi? Chunki 1869-yildan beri Monako o'z rezidentlaridan daromad solig'i olmaydi, ya'ni xorijliklardan. Agar siz u yerda yashasangiz, topgan pulingiz hammasi o'zingizda qoladi. Faqat fransuz fuqarolari bundan mustasno. Fransiya ularni hech ham qo'yib yubormaydi. Monakodagi Okeanografiya muzeyi to'g'ridan-to'g'ri ulkan qoyaning yon bag'rida qurilgan. U go'yo dengizdan o'sib chiqqandek ko'rinadi. Uning direktori mashhur tadqiqotchi Jacques-Yves Cousteau bo'lgan. Muzeyning yerto'lasida shunday akvariumlar borki, ularda dunyodagi eng noyob dengiz mavjudotlarini ko'rish mumkin. Monakoda yer juda qimmat bo'lgani uchun deyarli barcha temir yo'llar va vokzal yer ostiga ko'chirilgan. Vokzalga kirsangiz, o'zingizni xuddi zamonaviy muzeyga yoki saroyga kirgandek his qilasiz. Hamma yoq oppoq, toza va juda hashamatli ko'rinadi. Yana bir qiziq fakt. Monakoning o'z davlati bo'lsa-da, uning AS Monaco futbol klubi Fransiya chempionatida, ya'ni Liga 1da o'ynaydi va bir necha bor chempion bo'lgan. Bu dunyodagi eng g'alati holatlardan biri. Bir davlat jamoasi boshqa davlatning bosh sovrini uchun kurashadi. Hurmatli obunachilar, bu davlat, ya'ni Monako, bu shunchaki xaritadagi bir kichik nuqta emas, balki imkoniyatlar va estetika birlashgan dunyo markazi hisoblanadi. Qarang, fransuz tili dunyodagi milliarderlar vatani bo'lmish Monakoda gaplashiladi. Mana hurmatli azizlar, mitti davlatda kichkinagina virtual sayohatimiz hozircha shundan iborat. Hurmatli tomoshabinlar, videoga like bosing va obuna tugmasini bosishni unutmang. Keyingi videoyimiz yana bir frankofon davlat bo'lgan Marokashga bo'ladi. Hurmatli obunachilar va tomoshabinlar, keyingi videolarimda ko'rishguncha, à très bientôt.